أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaykum hörmetli qarindoshlar. Savol va javob nomli programmamizning 4-chi soni orqali sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Bugungi programmamizda ro'za va taravih namoziga aloqador bir qancha savollarga javob berib o'tamiz. Programmamizning aziz muhmini Sharqi Turkiston Ulamolar birligining raisi vakili Mahmudjon Damolam, riyosatchiman Abdulahad Ujat. Mahmudjon Damolam, hoş geldin. Aleykümselam. Allah razı olsun. Rahmet. Endi birinci savoldan başlasak. Hazır biz Ramazan ayida ketyapmiz. O'tgan haftadagi programmamizda Ramazonga aloqador masalalarga to'xtalgan. Bugun endi Alloh taoloninki ro'zani farz qilishdagi hikmati nima va bu ro'za tutish orqali musulmonda qanday yaxshi ta'sirlar paydo bo'ladi, mushu haqida to'xtalib o'tsak boshda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve taala bütün dünyadaki Müslümanların bugünkü bu taat ibadetlerini inşallah bu Ramazan'ı Allah'a yakınlaş bilen Allah çekilgen işlerini Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de belgileben la'allek sizlere takvadarlıkka yetişirler için bu Ramazan farz kılındı degan muş ayetninki emrilishi vücut çıkışını Allah subhanahu ve taala hemmimiz için asan kılsın. Amin. Bu sual qarta Allah Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'ın asaslık hikmetini la'allakum tattaqun degan ayette jo'g'lagan. Yani bu Ramazan sizlarga farz qilindi, farz qilinishdiki asosli g'oya maqsad sizlarningki taqvodorlik. Yani Allah buyurganni qilish, Allah cheklagandan yenishdan iborat. Mushu alohida millatda tepilish tegishlik mushu g'oyaga, mushu maqsad yetish uchun deb belgilagan. Lekin mushuna bilan birga mush taqvodorlikqa yetkazadigan nurg'unlagan hikmetlerini, nurg'unlagan sırlarını alimlerimiz Ramazan'a bağlap bu ayetinin tefsiriga asasen o'ttirib qo'ygan. Şu maksat g'oyalarning qatoridan eng birinchisi Allah subhanahu ve taolaninki ne'matlariga shukr etish. Qanday shukr etish desa, Allah subhanahu ve taolaninki emri bilan Ramazan tutish orqali biz nurg'unlagan yüzümüzde aslida bor, lekin her daim odatini farz bo'lg'achqa biz diqqat qilmaydigan ne'matlarni eslayolamiz. Yemek içmek olsun, ailedeki er-ayol munosabatlari olsun, nurg'un ishlar kundalik hayotda bo'lg'achqa bu insonga nisbatan normal, tabiiy narsalar tuyulib qolgan. Lekin Ramazonda desa, bu narsadan majburiy mush ibodatni ijro qilaman degan maqsadda yaraqlashgan bo'lg'achqa har qanday ne'matninki qadri qachon bo'linadi desa, bundan ayrilgan vaqtda, yo'qotgan vaqtda. Demak, hozir Ramazon kunlarida Allohninki mayli yemek içmek bo'lsin, mayli er-ayol munosabat bo'lsin, turmushdagi nurg'un ishlardagi bu ne'matni ko'p bilalaymiz. Bir saat mecburi mush ibodatni icra qilish uchun och qolgandan keyin, siz qolgandan keyin bu ne'matni bilamiz. Demak, ne'matni bilgandan keyin buning shukronisini joyida ado qilish uchun alohida bu Ramazonning foydasi bor. Ikkinchi bu Ramazon harom ishlarni tashlashga bir vasila bo'ldi. Nima uchun desa, biz halol narsani Allah tutturdu. Allah bizden evvelimizi bölüp durdu degan bo'lg'achqa halolni tashladik. Yemek içmek haloldi. Halolni Allah tutturdu deb tashlagan yerda albatta Allah harom qilgan ishlarni tashlash uchun bu Ramazon vasita bo'ldi va g'oya bo'ldi. Uchinchi o'lab bu Ramazonda inson o'zining shahvatini yengish, shahvatdan qalbi qilishdan iborat alohida bu ahlakka, bu tabiatte insan özünü terbiyelayalıydı. Ne için dese, yemek içmek olsun, ayol olsun,
Yani insanın asli şehveti, insan suyduğun, yaxşı gördiğin nesle. Muş nesilden ayrılgandan keyin tabii halda dep başka vakit mı, Ramazan'dan başka vakit mi insan özünün hayatını, şehvetini kontrol etmesine Ramazan günüdür. Ötünce olap bu Ramazan arkalı insan ançı yani ay yılda bir ay mesela açlık bilen, susuzluk bilen sınaldı. Allah bu arkalık sınıdı. Bu sınavda vakitte yıl boyu susuz kaldığan, aç kalıdığan nurgun kembağallarını oylaydı. Nurgun kembağallarına yardım kılışınınki zürürlüğü, cemiyetteki ihtiyaçlı kişilerinki halı işinki zürürlüğünü bu Ramazan arkalık inşallah kandaş ne Allah yolunda infak kılışkı boğan muhabbet tekimi çoğu ziyade burudu. Şundakla Ramazan'da Allah Subhanahu ve Taala'nı 5. olarak Ramazan'da Allah Subhanahu ve Taala'nı küz tuturuş. Yani Allah Subhanahu ve Taala meni körep turdu degan muşu Allah'ın küz tuşidan korkap hazır hiç kişim yok yadımı Ramazan tutkan Müslümanlar müminler çoğu Allah man yemen içmen riya kemmen degan muş buyruqlarga amal qiladi. Demak muş orqali o'zining nafsini, o'zining mijozini, tabiatini Ramazandan boshqa vaqtlarda Allah meni har doim kuzatib turdi deb Allah Subhanahu va taolo cheklagan ishlardan yenishqa Allah harom qilgan ishlardan yiroq turishqa bu Ramazanning foydasi bor va buningdan boshqa dunyoni oxiratni ortiq bo'lish dünyani ko'zga ilmaslikdan iborat yani dunyo alohidasidan ziyada yiroq turishdan iborat bu axloqni bu Ramazan orqali yetishtirish mumkin. Yani nurg'un sebeplerini, nurg'un sırlarını alimlerimiz bayan qilgan şunun qatoridan mesela insanın şehvetini kesidi bu Ramazan. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya ma'şara şebab men istata minkumul ba'ata falyatazawwaj degan mushadisdimi yani to'y qilishga qudrati yetmaganlarni Ramazan tutishga buyurgan. Nima uchun desa Ramazan insonning shahvatini kesidi. To'san yo'lida deb shuni bayon qilgan. Demak nurg'unlagan hikmetler, nurg'unlagan sırlar bor. Bu shularning hammasi nega yetkazdi oxirida desa taqvodorlikqa Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy qo'rqashga yetkazadigan hikmetler deyishga bo'ladi Ramazonniki. Xo'sh, Allah razı olsun. Evet, yaxshi ochiqlama bo'ldi. İkinci savolimizga kelsak, endi Ramazan ro'zasi uchun yani her günü so'roqdan burun niyat qilish shartmi yoki shart emasmi? Yani başta Ramazanning 5'te niyat qilib qo'ysak yoki oqshimi yetishdan burun men erta ro'za tutma degan ahvolda yetib qolsak buningga bilan kifoya qilamdi. Bu malaqi jiq odamlarningki, yani qarindoshlarning kallasida so'ra belgisi qo'ydigan bir savol. Buni bilmaylik labz bilan niyat qilamdi, qilmamdi degan gapim bor. Bu vaqtda bir qisqacha tushuncha bilib o'tsizlar. Allah Subhanahu ve Taala Peygamberimizin tili orqali bizga innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. Her qandaq amal niyat bilan bo'ladi deb har qandaq ishni qilgan vaqtda bu qilayotgan, qilmoqchi bo'lgan taat ibodatni Allohning roziligi, Allah Subhanahu ve Taala'ningki güzel buyruqlarini, taat ibadetlerini icra qilish uchun qilayotganligini niyat qilishni Peygamberimizin tili orqali buyurgan. Şunun için her qandaq amal ibadette niyat qilish zarur muhim. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadiste men lem yubayyit en-niyete fela siyame leh. Yani bir adam kechiden başlap kechida niyatni qilmasa bundaq adam Ramazan tutgan bo'lmaydi. Unda adam uchun Ramazan yo'q deb hadisda ko'rsatgan. Shuning uchun niyat qilish muhim. Her qandaq mayli mush Ramazan uchun yani oyda yilda bir keladigan bu Ramazan oyi uchun yoki bo'lmasa qazo Ramazan uchun yoki nazr qilingan Ramazonlar uchun niyat zarur. Lekin her kuni kechida ayrim qilish lozimmi yoki birlam niyat qilsa mush bo'lamdi degan kelgan vaqtda olimlarimiz yuqoridagi hadislarningki maqsad mazmuni qartacho desa Ramazon oyininki niyati
ay Ramazanning 5'idilam çünkü onun ixtiyorlik yo'qdi. Haligi nafl Ramazan ya qazo Ramazan bu emas bu Ramazan. Ay boshqa bir qatim kirdik. Ta tükka vaqtda mayli 29 kun tutayli, mayli 30 kun tutayli tükka vaqt chiqamiz. Shuning uchun Ramazanning 5'idilam men mush Alloh farz qilgan bir oylik Ramazanni niyat qildim deb niyatni qilaversa, shu bo'yicha Ramazan meng'ivasi bo'ladi. Lekin kunda niyat qilishning ziyoni yo'q. Yani bir adam akşamda niyat qildi. Ayında bir qatim niyat qilgan Ramazanning 5'ida. Lekin her kuni hadisga amal qilay, her kuni kechirman niyatni qilay degan maqsadda niyatni qilsa, bu bir payg'ambarimizning sunnatini ijro qilgan bo'ladi. Ramazanning joyida bo'ldi. Lekin boshda niyat qilib yetib, keyin oraliqda unutib qolibdi, niyat qilmabdi. Bunda bo'lib qolsa, Ramazan yanla qabul qilinadi. Alloh subhanahu va taolo çünkü başta bu adam bir ay Ramazan tutuşunu niyet qilib bo'lg'achqa yanglashlikka alohida zarur hojat yo'q. Lekin Ramazanni bir joyga safar qildi masalan. Safar qilganlik sababdan Ramazanni tutmadi yoki ayol kishi hazb ko'rib qoldi Ramazan oralig'ida. Bu chaqda Ramazandan bir uzilib ketgan bo'lg'achqa qayta boshlagan vaqtda safardan qaytib yoki hazdan saqib qayta boshlagan vaqtda yana niyat qilish lozim. Xo'sh. Allah razı olsun. Yani üçüncü sorumuza gelsek, hem de bu ötken haftada şu ayarlanan 2 aylık adet kesili boğa vaxtida ro'za tutmasini buldu. Deb onunki meselesi hakkında to'xtalgan. Endi bugungi yani bir sualimizda agar ayol xonlarimiz atdiganda normal ro'za tutib niyat qilib qo'yibdi, shu vaqtida yoki tushdan keyin soat masalan 4-5 deyli İstanbul vaqti. Shunday vaqtlarda endi buniki oylik odat kapitamda bu shundoq bo'lishi, shu oylik kesillikka kelishi bu ayollarning ro'zasini buzib o'tamdi yoki qanday qiladi? Yani ro'zasini buzib o'tib iftor qilib o'tamdi yoki shu peti yani iftor qilmay iftorgacha saqlab turamdi? Bu haqda yani bir tafsilroq tushuncha berib o'tsizlar. Ayollar kesal bo'lgan vaqtda, yani oylik kesal bo'lgan vaqtda bularning Ramazani buziladi, Ramazan tutish harom. Yani Ramazan kesal hatta iftordan burun 10 minut burun vaqtidan 10 minut burun kesal bo'lgan bo'lsa, bu ayolning bu kunlik Ramazani buziladi yo'q. Onun qazosini qilish lozim. O ayol o'zining niyatida manzadi binas iftor qilib o'tdim. Ya'ni mening Ramazanim buzildi deb binas yesin, yemisin. Mening Ramazanim buzildi degan tushunchada bo'lishi lozim. Binas yesa mayli o'zining ishi, hatto uningga hech qanday cheklimasi yo'q binas yeyishninki. Buning uchun ayol kishi kasal bo'lib qolsa, bu vaqtda Ramazon tutish, namoz o'qish bu ayol uchun harom ish. Şu haram bo'lg'achqa buni qat'iy o'zini men yana Ramazon tutaman yoki namozni o'qiyverman deyishi bu Alloh osiy o'lash berib boradigan ish. Shuning uchun har qanday ayol kasal bo'lib qolsa, darhol Ramazonni buzurdi, buzish lozim. Shunda qilgan vaqtda bu ayol 3 xil mukofotga erishadi. Birinchisi, shu Ramazon tutgan kuni peshinga tutdi ya asriga tutdi, shu vaqtgacha, ya'ni bir kunlik to'liq Ramazon bo'lmagan bilan yarım gün yoki 3'dan mesela bugün gün 10 saat deyli Ramazan tutgan bo'lsa kesal bo'lib qolg'ichilik bu vaqtning ajriga mukofotiga bu ayol erishadi. Chunki Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun Ramazon tutgan, Allah bu ayolning o'zining ixtiyori yo'q bu kesal bo'lib qolish degan ish. Hech degan ayolning iqtidori o'zining iqtidori yo'q qilib berib bo'lmaydi uni. Balki Alloh subhanahu va taolo ayollarni shunaqa yaratgan. Ayollarning tabiatida, mijozda Allah yaratgan sütde baish. Shundoq bo'lg'achqa, kesal bo'lgan vaqtda darhol Ramazonni buzganligi bu ayolning Allohning buyrug'ini ijro qilganligi. Shu vaqtda mukofotiga erishadi. Ikkinchi bo'lib, keyin buning qazosini qiladi bu ayol. Shu bir kunning qazosini qiladi. Bu qazosini qilganlik mukofotiga erishadi. Uchinchi bo'lib,
Allah meni kasal bo'lib qolgan vaqtda Ramazoningni buz deb buyruq qilgan deb mush buyruqni ijro qilganligi uchun bu buyruqni ijro qilganlik mukofotiga ayol kishi erishadi. Shuning uchun qat'iy ikkilanmay Ramazonni kasal bo'lib qolganda buzish lozim. Yani bazı ayollar ay büyüklük Ramazan'ın hürmeti hem de keşke saklayı deydiğen ahvallar yüz bulup kalıdıkken onda qanday qilish lozim desa, masalan, bu ayol endi men kasal bo'lib qolibman, kasal bo'lib qolgan ekan, binas yavraydi deb, o'zi masalan, balları va yoki cho'ng oila bo'lib qolsa, urug' tuqqan nimani bayat qilib, men kasal bo'lib qolibman deb faraqishni binas yeb oltasi bo'lmaydi. Yoki bu axloqqa o'yining Ramazonning muhitiga yaxshi emas. Ramazon muhitiga yoki ko'childi binas yeb yurishi bu to'g'ri emas. Umumiy musulmonlarningki hissiyotini, bularning ko'nglini qo'g'dash yursidir. Lekin bu ayol binas yesin, yemisin, cho'qim mening Ramazonim buzildi degan e'tiqodda bo'lish lozim. Binas yevasa hech qanday masala yo'q. Bundan nasihat emas bu. Rahmat. Dördüncü sualımıza gelsak, endi bu Ramazan'da teravih okuyumuz. Bu teravih hakkında her xil ihtilafi meseleler, bizim halkımızın içinde 8 rekat okudu, 20 rekat okudu degan her xil gaplar bordi. Onu kirishdan burun şu teravih namazınınki hükmü nima? Bunu qancha rekat o'qish kerak? Agar tarovih namozini o'qimay buni tark etsa, buni gunoh bo'lamdi. Bu haqda bir to'xtalib o'tsak, undan keyin bu shu savolninki ikkinchi tarmoqiga kiraylik. Tarovih namozi bu Ramazondagi alohida Ramazonda yo'l qo'yilgan bir namoz. Ramazondan boshqa vaqtda bu yo'q. Ramazonga bağlangan, Ramazonga munosabatli bir namoz. Bu namozning hukmi jiq olimlarning qarshida ta'kidlangan sunnat. Ya'ni sunnat muakkada. Bunun dalili nima desa, Oysha onamizningki sahihayn, ya'ni Imom Buxoriy va Muslim bayon qilgan hadisida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazonda bir kechada namoz o'qidi. Namoz o'qigandan keyin bir qism musulmonlar Rasululloh bilan birga Rasululloh iqtizo qilib namoz o'qigan. İkinci kuni masjiddagi jamoat yana biroz ko'paygan. Üçüncü kuni butun Madinaga Rasululloh bunda kechib namoz o'qiyotibdi deb bu gap tarab masjidning ishi musulmonlar uchun to'shab ketgan. To'shab ketgandan keyin 3 kun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni jamoat o'qib boshda o'qib, keyin 4-chi kunlaricha ba'zi nimalarda 4 kun o'qigan degan gapim bor. 4-chi kuni ya 5-chi kuni payg'ambarimiz chiqmagan masjidga. Tarovihga chiqmagan. Chiqmagandan keyin musulmonlar masjidga yig'ilib bu nimada Rasululloh chiqmaydigan deb o'ltagan. Antin payg'ambarimiz bomdat chiqib, bomdatdan keyin men sizning nimiz qilganini ondan bildim. Men sizlarning yanılığın chiqmaslikdagi asosiy sabab sizlarning bu namozga naqadar herismanliginglarni bildim. Bu sebepten farz o'qilamiki deb ansirab mush tarovih namozininki ben şunu chiqmadim. Yani ummatiga kuyinganlikdan tasodifiy, chunki mush namozning boshqa 50 vaqt farz qilinib keyin 5 vaqt tushgan emasmi Rasulullohning taqdiri bilan? Bu tarovih namozi mush musulmonning herismanlik sababidan Rasululloh chiqib olgan bo'lsa farz o'qilish ehtimolligi bor. Chunki Rasululloh vahiy tushgandan keyin. Shuning uchun farz o'qilishdan ansirab men masjidga chiqmadim degan. Shundan keyin mush ahvol ta Rasululloh o'lib ketkichilik Abu Bakr Siddiqning zamonida va Umarning ma'lum vaqtda 2 yil qilchilik degan gapim bor. Umar xalifa bo'lib, tarovih namozi unda halqa jiq adam jamoat bo'lib o'qimaydigan, ancha azganda kishilar u yerda jamoat bo'lib, jinnatchidan jamoat bo'lib, mushunda o'qildigan holat shu qilib qolgan. Bu şu Rasululloh men farz o'qilishdan ansirdim, shuni chiqmadim degan bu hadis bo'lg'achqa, bu hadis hukmi bilan Rasululloh eng boshda yo'l qo'ygan ish bo'lg'achqa, bu shu olimlarimiz shu buni sunnat muakkada ta'kidlangan sunnat degan va shundaqli mushuning boshqa payg'ambarimizningki men soma ramazona imanan
Men sama Ramazana men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi degan hadis var. Bu sahih hadis. Şeydeki qama degan söz ne? Alimlerimiz bu tarav namazı maksat muşunun de. Yani kandak bir adam Ramazan'ın kişilerine muşunda tarav namazı olan piyam tuturuş olan ötküzse Allah subhanahu wa ta'ala bu adamın günahını keçirim kılıdı o. Digen boğa çıkar. Şuna bu namazın çoğu sünnet muakkedi namaz dep Yani koygan. taravih namazı kılıp küçük günahları keçirim kılındı demek çıkmam da. Biyadki günahları keçirim kılındı digenlik ne? Alimlerimiz günahı kebi çoğun günahını öz işgalamdı. Ya kanda değilse bunun cık alimler bu küçük günahını çokum efu kılındı mı şu taravih namazı arıkılıp çoğun günahının mesuliyeti cinayeti yengilleş ihtimallığına ait yukarı lekin çoğun günahı tevbige ihtiyaçlı çoğun günahın tevbe kılış lazım lekin baş günahlar çoğu muş Ramazan arkalık yuyulup gidiyor yani muş taravih namazı arkalık yuyulup gidiyor digen. Hem de bu taravih'nin ki kançırket okuş meselesi. Bu hoşa. Taravih'nin kançırket okuş meselesi kelsek asli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şu mescid çıkıp kançırket okuganlığı hakkında bizge hiç qandaq ma'lumat kelmegen. Peygamberimiz şu mescid çıkıp 3 gün cemaat bilen okugan vaqtda mançırket okugan namazı degan bu bir rekatning soni kançırket okuganlığı hakkında sahabelerden çoğu bir hadis yoki bu to'g'riliq ma'lumot kelmagan. Bizga kelgan ma'lumot nima desa Ayşe anamızdan sahabelerinin biri Ayşe anamızdan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Ramazan'da keçilik namazı qanday deb sorgan hadisi var. Şunda deb so'ralgan vaqtda Ayşe anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bo'lsin yoki Ramazan'ning boshqa vaqtida bo'lsin 11 rekatdan oshiq namoz o'qimaydi deb shunday degan. Abi Salama radhiyallohu anhuning yana bir hadisida 13 rekat degan rivoyatni kelgan ikkili sahih hadis 11 rekat degan vaqtda 8 rekat tarovih 3 rekat vitr namozi 13 rekat degan vaqtda 10 rekat tarovih 3 rekat shu vitr namozi. Bu Ayşe anamızdan muşahda kelgan dalil mushu. Lekin bu yerda biz diqqat qilish tegishlik alohida mushahadisning oxirisida bir nuqta bor. Bu bo'lsa-mu Peygamberimiz Ayşe anamız nima degan desa, la tas'al an qulihinna ve husnihin. Yani sen Peygamberimizning bu o'qigan namozininki 11 rekat namozininki ne kadar uzunluğu, ne kadar uzun o'qiydiganligi ve ne kadar güzel o'qiydiganligi haqida gap so'ma degini gayet bek uzun o'qiydi. Gap etmaydi demoqchi. Ya da biz hozir şu yaqin zamanda qilib yani 8 rekat o'qish sunnat mushu vitr bilan 11 rekat buningdan boshqasi sunnat zid deb faqat ya da san bilan bog'langan. Lekin hadisdagi sunnat nima desa, birinchi san 11 rekat. İkinci bir yerde süpet mi bağında? Ama süpet ki üzgümüço qarash lazımdı aslında. Süpetten nima degan desa, bunun uzunluğu ve güzelligidan ig'zat qilinmaydi. Bek uzun, bek güzel o'qiydi deb tasvirlagan. Zeyf radhiyallohu anhuning hadisini mushahid nima deydi desa, men bir kuni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilan namoz o'qidim, kechilik namoz. Peygamberimiz Sure Baqarani boshladi dedi. Sure Fatihadan keyin. Baqarani boshlabdi, 100 oyat o'qib haqchan deb o'yladim. Sure Baqarani tugatdi. Endi Sure Baqarani tugatgandan keyin rukuga bara deb o'yladim. Sure Nisani boshladi. Sure Nisani. Sure Nisani boshlab, Sure Nisani tugatib, birinchi rekatni o'qidi. İkinci rekatga Sure Fatihadan keyin Sure Ali Imronni o'qidi deb tasvirlagan.
Baqara, Ali İmran, Nisa qancha par Qur'onda desa hozir 5 pardan jiq. Demak payg'ambarimiz 5 pardan jiq shunda o'qiydi ekan. Biz qo'pa ba'zirimda 10 sura bilan o'qib 8 rakatni sunnat mushidi deb tashviq qilinadigan shundaq ahvollar shu bor. Sahobaning zamonida, Rasulullohning zamonida hatto Rasulullohning kechilik namozi haqida kelgan hadislarda Rasululloh kechilik namozni bir kuni sahobalar shunday deydi. Shunda uzun o'qillikdan bomdat vaqti bo'lib ketdim turib biz suhurliq yemmasmizmiki deb ensirab qolgan deydi. Yani suhurliq yeydigan vaqtchilar kechilik namozni shu tarovih namozini ashuna uzun o'qigan. Nech par Qur'on degan gap. O hatta shu İmam Malik'ninki Muvatta degan kitobida sahobalar shunda uzun o'qiganlikdan tarovih namozini turib olamay has tutib oldi ba'zisi deb bor. Has tutib turdi deb bor. Demak biz san haqida gap qilgan vaqtda tan bilan sifat nomi qolmagan asosda ondan gap qilsak urur. Bu yerdagi qachondan boshlab bu 20 rakat o'qish, 20 rakat o'qish masalasi yoki 36 rakat o'qish masalasi o'tirib chiqqan desa, bu 20 rakat o'qish masalasi Umar roziyallohu anhuning zamonida o'tirib chiqqan. Umar roziyallohu anhu eng boshda jamoatni bir yoq jug'lagan vaqtda bir kuni masjidga qarasa xalqlar shunda bu yerda 6-7 jamoat bo'lib sahobalar namoz o'qib turgan. Shuni o'ylayman men bo'ldi bir imomga jug'lab qo'ysam bo'lg'ida. Bir imomning keyinda namoz o'qisin deb Tamim ad-Dari bilan Ubay ibn Ka'b ikkisini imom qilib tarovih namozini sizlar 11 rakat o'qinglar degan. 11 rakat o'qinglar deb ular namozni ma'lum mezgil davomlashgandan keyin uzun o'qigandan keyingi vaqtda himmat sal ojizlab shuna bilan Qur'onni sal azroq o'qinglar, lekin namozning rakat sonini ko'paytinglar deb rakat sonini 20 rakat o'qishga buni Imom Bayhaqiy rahimahullohning hadisida bayon qilgan bizning kitobda Umar roziyallohu anhu Ubay ibn Ka'bni 20 rakat o'qi deb buyurgan. 20 rakat o'qi deb buyurib, shu Umar roziyallohu anhuning zamonidan tortib 20 rakat, oldin 3 rakat vitr bilan 3 rakat o'qilgan. Bu hatta şu zamanning o'zida Madinada keyingi vaqtlarda şu sahobaning zamonidan keyin tabiilar zamonlariga kelganda sahobaninki oxirgi umrida, ya'ni sahobaning yosh cho'nglari bor zamonning o'zida hammamiz biladigan Nafi' deb bir sahoba nima tabiiy vardı. Erdoğan İmam Malik Nafi'nin hadis rivayet qildi. Nafi' ibn Umar'dan hamda. Nafi'ninki tercümanı İbn Hajar rahimahullah al-Isabe degan kitobida bayon qilgan vaqtda bu Nafi' radhiyallohu anhuninki biz aqlimizga kelib musulmonninki tarovih namozi qarasak ben çoğunlap demeklerimden. Ben çoğunlap Müslümanlığın taravih namazı qarasak bular namazını 23 rakat o'qiydi ekan. Bu İbn Umarning shogirdi hamda tabiiy 23 rakat o'qiydi ekan degan. Demak İbn Umar roziyallohu anhu musulmonning shuni jug'lagan vaqtda sahobaning hammasi bor hamda. Sahobaning hammasi bor. Hammasi xuddi bu ijmo qilgan masala bu mendaq aytganda. İcma. Bu hech qanday katta sahobalar bunun qarshi emas. Yo'q, Rasululloh 11 rakat o'qigandi. Uningdan ziyoda qilsak qat'iy bo'lmaydi degan gapni qat'iy qilmagan. Buni mush Nafi'ning so'zini hatta Ibn Hajar rahimahulloh bunun sanad ekamabdikan bu rivoyatga. Buni ojiz ya munqati' degan gapni xususan mush yangi asrda Imom Albani rahimahullohning gapi bilan chiqiliq bu 8 rakat 11 rakat o'qisak bo'ldi. Uningdan o'qish to'g'ri emas, xato. Bu bid'at degan gapni tarixdan buyon asoslab mush yangi zamonda Shayx Albani rahimahulloh degan gapim.
Onun hech qanday alim 11 rekatdan ushq o'qishning o'zi bu haram de. Bu bid'atli xatoti degan gapni qilmoqlik hamda. Hatto Ibn Taymiyya rahimahulloh olsun. 4 mazhabning egillari hammasi 3 mazhab 23 rekat o'qishda. 3 mazhab İmam Malik, nima? İmam Shafi'i, İmam Abu Hanifa, İmam Ahmad Silisi 23 rekat o'qish. Faqat İmam Malik rahimahulloh 36 rekat o'qiymiz. 3 rekat vitr bilan 39 rekat o'qiymiz. deb buni o'tirib qo'ygan. İmam Malik'ninki mezhebide El-Mudavvana deb bir kitap var. Bu kitapni yazgan adam İmam Malik'nin 20 yıllık şagirdinde. Ay İmam Malik nima ishni qilgan bo'lsa, nima gapni desa shuni yozganligimda. Shu Mudavvana degan nom bilan atalgan. Shuning da İmam Malik'ten şu vaqtda Medine emiri bu vitr taravihni yaman jiq o'qiydigan Madinada 39 rekat o'qiydigan gapda. Bu nima uchun uni paydo qilgan desa, farqi Mekke'deki musulmonlar bu taravihimizin 20 rekat o'qigan bilan har 4 rekat o'qigan vaqtda aram elishmayapmizmi? Taravih degan narsa arliqda ancha azroq aram elish degan gap. Chunki o zamanda uzun o'qigan bo'lg'achqa. Bu ishda aram olgan vaqtda Mekke'deki musulmonlar tavob qilib oldi ekanda. Tavob qilib oldi ekan. Tavob qilib olgandan keyin Madinadagi shu chog'dagi tabi'i bo'lgan shu musulmonlar cho desa, avlat tavob qilib olib, savobni jiqilib oldi. 20 o'qigan bilan. Biz namozning sonini ko'paytirib, 36 rekat o'qib, 3 rekat vitr bilan 39 o'qib, avlat tavob qilib, avlat savobni bizni elvasa urdi degan maqsadda 39-chu chiqargan. 39 rekat o'qigan. Shuning uchun İmam Malik rahimahulloh shu chaqda Madinaning amiri bu namozni jiq o'qiydi ekan Madinada. 39 rekat o'qiydi ekan, mushuni 23 rekat o'qsa, shu Makkadagi bilan o'xshash deb mushuni cheklash to'g'riliq İmam Malikning maslahati topdi ekan. Maslahatga vaqtda İmam Malik rahimahulloh yo'q cheklama. Biz İmam Malik o'ziga ko'na emas u. Ya'ni 200 yil keyin kelgan emas Rasulullohning zamonidan. Biz ko'ngilgan vaqtda bu Madinadagilar, o'shadagi musulmonlar shunday 39 rekat o'qib ketgan. Buni cheklama deb shunday o'tirib qo'yapti ekan. Birdan-bir bu yangi zamonda Shayx Albani rahimahullohning 11 rekatni o'qsa, bu bid'at ya bu xato degan gap mush vaqtda bo'laqliq. İbn Taymiyya rahimahulloh mushaqda taravih haqida agar bu taravihni Hanafi mazhab, Shafi'i, Hanbali mazhab bo'yicha 23 rekat o'qisin bo'ladi va shundaqla Maliki mazhab bo'yicha 36 rekat vitr bilan 39 rekat o'qisin bo'ladi. Qandaq bir odam kechilik namozni taravih namozining soni faqat mushu, ya'ni faqat 11 rekat yoki faqat 23 rekat yoki faqat 39 rekat buningdan ush o'qisi bo'lmaydi desa, bu odam xatolashgan odam. Bu hadisni payg'ambarimizning hadisini to'g'ri tushunmagan odam. Nima uchun desa, İbn Umar radhiyallohu anhuning hadisida sahih hadis, Rasulullohning yoniga bir odam kelib, "Ya Rasululloh, kechilik namozi qandoq bo'ladi?" deb so'ragan. Kechilik namoz qandoq bo'ladi deb so'ragan vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatul leyli mesna. Kechilik namaz 2 rekatdan bo'ladi. Agar sizning biringlar qachoniki herib qolsa, ya'ni namozni o'qiyverib, herib qolsa, charchab qolgan vaqtda 1 rekat bilan oxirida namozini 1 rekat vitrni o'qish bilan tamomlasin degan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mushu yuqorqi hadisida kechilik namozning soni manchirkat deb belgilab bergan emas. Bu odam chunki namozningki kayfiyat haqida, qandoq o'qilish haqida so'rmagan. Qandoq o'qilishni bilmagan odam tabiiy holda sonni albatta bilmaydi. Bu odam sondan so'rmoqchi. Namoz o'qishni biladi aslan. Namozning hammasi o'xshash. Sonni so'rmoqchi bo'lg'achqa payg'ambarimiz nima deb javob bergan desa, 2 rekatni o'qib, qachoniki charchab qolsang, herib qolsang, bu chaqda 1 rekat bilan vitr bilan oyoqlashtirsang namozni bo'ladi deb bu kechilik namozningki sonsiz
cheksiz ekanligini bu hadis bilan shu bayon qilgan. Bu yerda usul qoidasi bor. Qoida nima desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qiliqi bu shu ishning yo'l qo'yilgan qonunliq ish ekanligining dalili. Ya'ni Rasulullohningki 11 rakat kechilik namozni o'qiydi degan Oysha onamizning hadisi yoki yana bir sahihada 13 rakat o'qiydi degan masala bu shu namozni kechilik namozni 11 rakat ya 13 rakat o'qisa bo'ldiganligining dalili. Qat'iy uningga ziyoda qilsa bo'lmaydi deganlikning dalili emas bu. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ralgan vaqtda o'zi ya'ni og'izdan chiqib javob bergan javob nima desa, salatul layli masna masna. Kechining namozi 2 rakatdan bo'ladi degan bu javob. Shuning uchun usul qoidasida har qanday vaqtda Payg'ambarimizningki qiliqi bilan so'zi agar birsiga zid kelib qolsa yoki qiliqidagi bir amal bilan so'z bilan ko'rsatgan yana bir amalni o'xshamasa qaysi afzal, qaysi qilish tegishli desa so'zini qilish tegishli deydi. Ya'ni so'z bilan ifodalagan buyruqini, ta'limotini qilish bu qiliqidan cho ilgari turdi deb o'tirib qo'yilgan. Shuning uchun bu masalani har yili qilishning o'rni yo'q. Agar 11 rakat o'qib bir odam ya 13 rakat o'qib Rasululloh o'qigandek ashunda 4 pora bilan 5 pora bilan 6 pora bilan o'qib uzun ya'ni Qur'onni jip o'qib 11 rakat o'qisin mayli yoki 13 rakat o'qisin mayli. Lekin 20 rakat o'qiganni bu bid'at ishni qildi yo davzax amalning ishni qildi. O'chi deyishning o'zi ma dinni dafsanda qilish sahobalarni Umar radhiyallohu anhuni va shu chog'dagi sahobalarning hammasini xato ish qilganlar deb xatoga chiqarishning o'zi buningdan boshqa narsa emas. Chunki biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi orqali Rasulullohning sunnatiga ergashishga va shundaqla xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin ularningki ya'ni xulafa'ir roshidin 4 xalifaninki yo'l qo'ygan ishlariga ergashishga buyurilgan. Shu hadisning oxirida Abdu alayha bin nawajiz degan Payg'ambarimiz kishilar bilan ching tishlangan bularning sunnatini bular yo'l qo'ygan ishni deb bizga belgilab bergan. Shuning uchun Rasulullohningki kechining namozi 2 rakatdan bo'ladi deb san belgilamaganligi va Umar roziyallohu anhuninki kechirik namozni tarovih namozini 23 rakat o'qishga buyurganligi bu shundan hammasi kechirik namozni 23 rakat o'qishning o'zi sunnat va shundaqla ham sifatiga ham soniga rioya qilarsa 11 rakat o'qishning o'zi sunnat ekanliginingki dalili. Lekin bugünkidek bir xatolik nima desa, hozir masalan eng jiq tarovih o'qiydigan odam mayli Haramaynda bo'lsin yoki Turkiyada bo'lsin 5 pora bilan o'qib qo'ygandir. Bizim 5 pora bilan o'qidik masalan bu to. 2 pora Qur'onni chiqmaydi haq. 5 pora bilan o'qib 20 rakat o'qisak 8 rakat o'qib undan keyin sunnat ma'noda o'qish bu xatote turlar deb namozni o'qimay vitrni o'qiydigan vaqtcha saqlab o'ltirib masjidning ichida yo sirtida deb uni qalayimqa gap qilib namoz o'qiyotganning namoziga yomon ta'sir ko'rsatib manda qilishning o'zi ma dinni qat'iy vayron qilish, dinni tushunmaganlik. Chunki biz payg'ambarimizning tili orqali qandaq bir odam tarovih namozini o'qisa, tarovih namozini imom bilan birga boshlab, imom bilan birga masjiddan chiqsa, bunda odamning gunohi kechiriladi degan Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun u masjidni saqlab turishninki yoki masjiddan bu 23 rakat o'qiydigan deb chiqib ketishning o'zi qat'iy ma dinni tushunmaganlik, dinning haqiqatini bilmaganlik, bu dinni sahobalar bizga to'g'ri yetkazmagan deganlikdan iborat, undan boshqa narsa emas. Shuning uchun bu tarovihning rakat masalasida buni mayli 11 rakat o'qiylar, soniga ham sutiga rioya qilib, mayli 23 ni o'qiylar, mayli uningdan jiq o'qiylar, butun olimlar kechilik namozininki aniq belgilangan soni yo'q. Buni mancha rakat deb belgilagan odamning hammasi xatolashgan odam degan fikr bu aniq. Alloh razı olsun. Özür dilerim, Allah razı olsun. İhtilafi mesele bağlılık için biraz tefsiri cevap verdi. Allah razı olsun. Hem de bu sayısıyla biraz burun dep ötle. Bazı demle
Bununla ehmiyet vermey, imam namazı olmaz, akı dep oturduğun işler buldurup. Şunun okşaş hem de bu yıllık bir kıldığı Ramazan'da tırav okumaydıgan ahvallarım var. Bunun da ne deyimiz, mesela bu günahkar olamda, bu tıravunki fazileti çoğamda, bu faziletin kuru kalamda o adamda. Eğer şu tırav namazını okuyan adam kanda sevaplarga erişidi, bu hakkında bir kısaca cevap versek. Yukarıda oturup koyulap öttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ki bu namazın okuganlığı ve sahabenin ki bütün seleflerinin bu namazga tarihten bu yan alahidi köngül bölüp kelgenligi. Çünkü hatta alimlerimizden ki İbn Battal rahimahullah'ı enik qadir kallahu kemmede alimler Ramazanda kılıngan her kandak taat ibadet başka vakit kılıngandan artık bulundu savabı. Çünkü hatta Kur'an-ı Kerim'de innema yuvaffas sabiruna ecrahum bi gayri hisab degan ayet var. Bu ayetni alimlerimiz müşariki as-sabirun deganlar kim o dese as-saimun, yani Ramazan tutan adamlar. Şu Ramazan tutganlarning mukafotini Allah hesapsız berdi deganlik bu deb buni hadis bilan tafsir qilishimdi bu. Çünkü hadis kudsida Allah subhanahu ve ta'alaningki her qanday amal insonning o'zi uchun Ramazan men uchun bu Ramazanning mukofotini men hesapsız beriyotman degan hadis var. Bu hadisning ki tafsiri mazmuni asosan şu ayetni ashuna tafsir qilgan. Shuning uchun bu kunda qilingan günah ma'siyatning jinoyati boshqa vaqtdan eg'ir, shundaqla taat ibadetning savobini boshqa normal vaqtdan haddi hisobsiz yuqori katta bo'ladi. Bu birinchi nuqta. İkinci nokta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki men qama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi degan bu hadis qandaq bir odammış Ramazanda Allah'ın savab ümit qilib, yani Allah mukafotini Allah berdi deb savobni Allah'ın ümit qilib kechilik taravih namozini o'qisa, bu odamninki gunohi kechirildi, yani ilgari qilgan gunohlari afv qilinadi, kechirildi degan bu so'zi odatli so'z emas. Muttafaqun alayhi hadis ma'vu. Shuning uchun biz hayatımız bugünkü kunda nurg'un gunoh ma'siyat bilan uşaqliq insonning hayoti hammamizningki ko'chib chiqsak gunohga sherik bo'lib qolamiz. Jamiyat olsun, muhit olsun, taat ibodatga haydakchi emas, balki gunoh ma'siyatga haydaydigan mushundaq bir muhitda yashayotimiz. Bundaq bir kunda har qanday bir mu'min Allah buyurgan aş taqvolik degan sifatga yetish uchun bu Ramazonning kunduzlarini va kechalarini alohida g'animat bo'lishi lozim. Mening gunohlarim afv qilinsin deb umid qildigan bo'lsa, buning uchun mush taravih namozini alohida ching tutish lozim. Buning hukmi sunnat. Buni qilinmag'asa Allah qiyomat kuni jazolamaydi u bandini. Sunnatning ta'rifi mushu. Buni savob qattiq savob beradigan, lekin Allah bunu qilinmaganlikqa davzax qilib jazolaydigan amal emas. Lekin bizning ehtiyojimiz bunun bağımı yok mu bir mümin, Müslüman bulup sıktığımız olan elbette var. Çünkü biz sünnet diyen bilen bu sünnet namazlar kıyamet günü Allah'ın dergahında cıngı koygan vakitte farz namazının orundunu oturdu. Çünkü biz okuyan farz namazlarımızın malum bazı vakitte hata okuyan buluşumuz mümkün, bazı vakit namazını Allah kabul kılmagan buluşu mümkün. Bunu bilmeyimiz. Onda boğandikin Peygamberimiz ne de haber vergendiyse kıyamet günü farz namazlarını Allah subhanahu wa ta'ala başta hesapka cıngı koydu. Eğer bunundan farz namazlar kemlap kalsın, farz namazını ya malum okuyamadıyken ya kemçillik sadır kıptı. Bunda olgan bolsa, bunun sünnet namazları, nafil namazları bağımlıya yakın bunun karanlığa da nafil namazları ne? Kıyamet günü aş farz namazının onda cıngı koydu da gösterken. Bunundan biz nimeni düşünmez dese, bu sünnet digenlikten üze ne kadar bunun muhimliği bizning bunga ne kadar ihtiyacımızın zor ekanligini tushundirdi. Shuning uchun har qanday bir musulmon yuqoridagi taqvodorlikqa yetish uchun mush kunlarda mayli farz bo'lsin, mayli sunnat bo'lsin, xususan bu taravih namoziga alohida e'tibor bilan, diqqat bilan qarash lozim. Qat'iy sal qarashga bo'lmaydi. Sal qarag'anlik yana qarashda mush Ramazon kelib bu Ramazanda günahı mağfiret kılınmagan insan hakikaten yaxşılıktan mahrum kalan insan deb tasvirlagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Resulullah hadisinde bu taravih namazını
günahın keçirilishiga sababchi qilib ko'rsatdi. Bu tarovih namozni o'qimaslikning o'zicha, buning sal qarashning o'zicha, bu shu vaqtda boshqa ishlar bilan vaqtni o'tkazishning o'zicha desa, haqiqiy shu insonningki yaxshilikdan mahrum qolganliginingki dalili. Alloh hammamizni bu kunlarda tarovih namoziga alohida diqqat qilib, buni yaxshi o'qib, taat ibodat bilan o'tkazishga nasib qilsin. Amin. Allah razı olsun. Endi bu tarovih haqidagi oxirgi savolimiz. Endi bu yil Xitoy virusi sababli bütün dünyadaki qarindoshlar uyga qamalib qoldik. Masjidga chiqolmadik, juma o'qiyolmadik. Tarovih namozlarini jamoat bilan o'qiyolmadik hamda. Bunday ahvolda bu tarovih namozini uyda o'qishga to'g'ri keldi. Uyda o'qiganda yani bu o'zimiz biladigan kichik surlar olamdi yoki ma'lum Qur'on oyatlari bilan surlar bilan yozga o'qish afzalmi yoki endi bu Ramazonda Qur'onni xatm qilay, tarovih namozi qiyomillay bilan deb qari bo'lmagan qarindoshlarga Qur'onga qarab bu tarovih namozini o'qisa bu qanday bo'ladi? Mush haqda bir tushuntirib o'tsizlar. Biz en başta bu savol javob telegrammasini boshlagan vaqtda biz har shu savollar qarta xususan ma'lum e'tibor elish tegishlik ixtiloflar masalalarga qarta olimlarningki ko'z qarashlari, ixtiloflarini va bu ixtilofning kelib chiqishining sabablarini qisqa bo'lsin bayon qilamiz deb o'tirib qo'ygan. Yuqoridagi tarovih namozining rakat soni haqida men shu har xil qarashlarni o'tirib qo'ygan bo'ldim. Olimlarimizning qarashlarini bu Qur'onga qarab, Qur'onni tutib turib namoz o'qishninki hukmi haqida buningmi olimlarimizningki ixtilofi bor. Jumhurul ulama, ya'ni İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bu usuliyle Qur'onni qarab namozni o'qisa bo'ladi degan qarash ittifoq. Bunun farqi var. İmam Malik faqat nafl durust deydi. Nafl namazda, yani farz namazda emas, nafl namazda qarab o'qish durust, farz namazda bo'lmaydi deydi. İmam Şafii rahimahullah ya farz olsun, nafl olsun her qanday namazda agar ehtiyoj tug'ilsa shunga zururiyat bo'lib qolsa, Qur'on qarab o'qisa bo'laverdi deb qaraydi. İmam Ebu Hanife rahimahullah bu Qur'onga qarab namoz o'qishning o'zi, ya'ni Qur'onni tutib turib, ko'tarib turib namoz o'qishning o'zi bu namozni batil qiladi. Namozni buzadi. Ya'ni bu namozning ruhiga zidlam ish degan qarash bo'lgan. Bu qarashlar nima uchun bu ixtilof kelib chiqqan? Buning sababi nima desa, bo'lmaydi degan İmam Ebu Hanife rahimahullah en birinchi tayangan dalil nima desa, Qur'oni Karimni tutib turib o'qishning o'zi, ya'ni Qur'on qarab o'qishning o'zi xuddi bir odam namozning sirtidagi odam namozdagi shirik odamga loqma solsa, ya'ni Qur'onda xatolashgan bo'lsa, masjid o'ltagan bir odam loqma solsa, olsa bu odamning namozi buzildi degandan mazhab ittifoq. Namozning sirtidagi bir odamningki namozning shirik odamga loqma solsa, buni elishning o'zi namozni buzadi. Bunun ittifoq. Ondan bu Qur'on qarashning o'zi xuddi shunga o'xshash. Ya'ni bir odam dabbaginni olgan bilan Qur'onga qarab bundan o'rganishning o'zi bundan nim farqi bor deb buni birinchi dalilga buni o'tirib qo'ygan. Ikkinchisi bu amali kasir. Ya'ni çok jiq harakat qilishga sabab bo'ladi. Chunki varaqlash kerak, ruku qilganda, sajda qilgan vaqtda uni qo'yash kerak. Joyga qo'yib, ondan yani elib manda qilish kerak. Unda bo'lgandan keyin bu ko'p amalga, ya'ni ko'p harakat qilishga sabab bo'ladi Qur'onni tutishning o'zi. Shuning uchun bu namozning buzilishiga sababchi bo'ladi. Nima uchun desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisida kelgan sahobalar namozda bu vaqtda shundoq turibdiki, Qur'onning beshiga qush qunab esa buni harakatlanmaydi deb ba'ni. Xo'sh. Ya'ni xuddi ularning beshida qushvodak mushunda. Men midilab qolsam, ma qush uchib ketamiki deb qoldigan darajada shundoq turibdi deb ba'ni.
Shunda bo'lg'achqa bu Qur'onni tutib o'qishning o'zi shundaq necha xil harakatga jiq elib bordi degan o'sha asosli ikki qoida bilan ikki xil dalil bilan bu namoz botil bundoq qilmaslik kerak degan. Buningga qo'shib yana bu Qur'onni tutib turishning o'zi bu Yahudi Nasaralarga o'xshab qolish bu. Musulmonlar chunki tarixdan buyon Rasulullohning zamonida biz payg'ambarimizning yoki katta sahobalarning ya xulafai rashidinlarningki bu namoz o'qigan vaqtda Qur'onni tutib turib ya oldi qo'yib o'qiganligini biz bilmadik. U hech qanday bir dalil yo'q. Musulmonlar tarixdan buyon qanday qilib kelgan desa, bular Qur'oni Karimni yodlash orqali namozni yod o'qib kelgan. Faqat bu o'zining kitobini tutib turib o'qiydiganlar, ibodat qiladiganlar kim o desa Yahudi Nasaralar. Bular Yahudi Nasaralar hammasi yodlayolmaydi kitoblarni. Yodlayolmagandan keyin o'zi namoz deb, ya'ni ibodat deb atagan shu ibodatlarda bu kitobni tutib turdi. Tutib turgandan keyin bu musulmonlarni buning odatlansa, bir o'xshab qolishi va buningda degan bu dalilni o'tirib qo'ygan va shundaqli Ibn Abbas radhiyallohu anhu bir asar, asarninki sog'lomlik, sahiylik darajasining qanday ekanligidan men izlanib bo'lolmay qoldim. Lekin asar nima desa, xalifa imom bo'lgan odamninki Qur'oni Karimni ko'tarib, ya'ni tutib turib imom bo'lishdan chekladi degan bir asar bor. Bu asarga mucho tayangan. Shuning uchun namoz buziladi degan qarashni o'tirib qo'ygan. Bu qanday holat desa, normal ahvolda. Ya'ni bugünkidek bunda virus ya kriz bunda mesele yok. Normal ahvaldaki hüküm. Kalan üç mezhep ilgilileri ne için? O Kur'an-ı Kerim'de tutup okuyuverse namaz ne? Bunu diyen karşına oturup koygan dese, bula Ayşe anımızınki Zekvan de bir hizmetçisi baktı. Nayet güzel Kur'an'ı çıraylı okuyduğun adam de balite bu şu balıkçı Kur'an-ı Kerim'ni tutup durup yani Kur'an taraf imam bulup Ayşe anımızın uyuda Ayşe anımız bu balının keyinden çoğu namaz okuyan. Bu ne? Ayşe anımız hata bir işini kılmaydı. Doğru bir iş bu. Ayşe anımızın aldığı Zekvan Kur'an namaz okuyan din ki biz mu ihtiyaç duyulup kalsa, tuğulsa Kur'an-ı Kerim'ni tutup namaz okusak bulavurdu degan bu dalilga tayangan ve bunun qo'shib mesela bir narsani ko'tarish masalasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki Hasan Husaynni namozda odat yana kelib ba'zi vaqtda gejgilariga minib oldi. Ba'zi vaqtda Rasululloh bu balni ko'tarib turib ruku qilgan vaqtda yadi qo'yib aytgan qopgan vaqtda yan qo'yib ko'tarib turib mushundaq namoz o'qiydi deb hadis bor. Demek, ma'lum Rasululloh balni ko'tarib ekan. Shu balni ko'tarishning o'zimi bir ko'p harakat mandaqcha aytgan. Qo'yash, elish bor bunda. Qur'oni Karimni ko'tarishmi? Bir narsani ko'tarish Rasulullohning balni ko'targanligi o'xshab ketirgan bir ish. Bunda bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni ko'tarib mushuna o'qsa bo'laverdi degan qarashni kuchlantirgan qolgan mazhab egillari bu yerda bir alohida diqqat qilishga tegishli bir masala. Buni uchuq har qanday vaqtda o'qiyvasi bo'ladi desa, bu taz yaxshi bo'lmaydi. Nima desa, Imom Abu Hanifa o'tirib qo'ygandek bu o'xshab qolish nurg'un masalalar bor bunda. Lekin bugunkidek kunda mushunda jamoat masjid chiqolmagan, hammadan o'yliga so'langan, masalan, qorining keyinda namoz o'qiyolmagan, hammadan qori emas. Bundaq kunda desa, biz shu İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Malik rahimahumullohninki Qur'on Karimni tutib namozni o'qisa bo'ladi degan mush fatvoni olsak, mushdan amal qilsak, Zakvanninki radhiyallohu anhuninki qiliqiga, Ayşe anamızninki qiliqiga ergashgan bo'lamiz, amal qilgan bo'lamiz, o'ylarimizda shu bo'yicha namozni o'qiyversak bo'ladi. Bu amal qilib arab ellarida bor, Misrda u ham bu yanda oldida Qur'oni Karimni qo'ydigan bir egiz nasrin birisi bo'lsa, qo'l tutib olib sajda qilganda, nima qilganda qo'yib elib manda qilib yurgandan agar oldiga qo'yib varaqlagan vaqtda asta varaqlab masalan, lekin ruku sajda qilgan vaqtda Qur'oni Karimni ko'tarishga ehtiyoj yo'q holatda bo'lsa, texnik go'zal, texnik yaxshi bo'ladi. Hali amali kasir, ya'ni ko'p harakat qilib qolish degan
bu illetten çıkan bulunuz hem de. Şu Arap ellerinde adette Mısır'ıldım ba naiti bet sani nait yuğan Kur'an ba tecvid mushaf tecvid dep ataydıgan. Bunun da adette normal Kur'an'daki 3 sebbe 3,5 sebbe 1 sebbe kilden de. Ha Kur'an'da. Şu aldığımızda kuyaklık şunu okuydu. Hele 2 rekat okuyan vakitte mesela bir par okuşu olsa 8 rekat namaz kıdayla mesela katı varakını öğrenişe ihtiyaç yok hem de. Hoş. Varakını öğrenişe ihtiyaç yok. Şu 2 rekat okupalap onundan öğrep aşında kılıdı namazın sırtını öğreydi. Manda olsa tehimi biz ihtilaftan çıkan bulumuz. Tehimi doğrunu savaplı kıygan bulumuz. Şu bugünkü günde Müslümanlarımız dünyanın arkanda yerinde Kur'an karab okusu burada. Lekin bugünkü muşu kriz tügep cemaatler, mescitler etilip qarlar mesela mescid taravih okuydigan bunda şaroit aslıpça amal qilib şu qarılının keyinde okup Kur'an'ni tutib turib okuydigan ishdan o chog'da chiqtirimiz yaxshi. Allah razı olsun. Vaqtma uzrab kaldı. Lekin tövende bir tane sual kaldı kısaca. Onunla bir cevap versin. Onun için bir tavsiyeler olsun. Bizim Ramazan'a kadar tügassak buldu. Hem de insançılıkta ruzu tutup su içip salıdığan, yapsalıdığan ahvalla buludu hem de. Bununki hükmünü bizim bazı karindaşlar bilmesi mümkün. Hem şunda sual mı yaptı. Mesela isil yok su içip kalsak, binası yap kalsa bu kanda kılıdı, ruzuda iftar kılıp Rusnam'da ya ki kazasını kılımda kanda kılıdı dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muşunda halet duçkaga adamga nim degan desa fa innama at'amahu Allahu ve saqah. Yani bir adam yadır yok bir narsani yep kalsa ya içip kalsa bu adamni Allah sug'uribdi, Allah yegizibdi. Tasvirlagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için bijnasini yadır yok yep kalgan adam qat'iy Ramazanni buzishga bo'lmaydi. Ben bijnas yep qaptiman deb keyin soni içip yarım stikan içiptikan keyin mesela yazıp yaptı. Vay içip kalktı ben hem içiyte de pişiverse Ramazan buzulup gidiyor. Şu yadı kâgen hemen tohtaş gerek. Kâgen hemen derhal tohtaş lazım. O ötken Allah içigen Allah soğuğan burada o Ramazan'ı yadı kılışına mı kazasını kılışına mı kat'i hacı yok. Aş Ramazan'ı makbul Allah onu çukum kubul kırdı. Tutalip aşla içip sağan bolsa Peygamberimiz degende bu Allah içigen Allah yegizgen burada. Onun kat'i emelike şeklenmesi lazım. Ramazan'da hiç kandak tesir görsetmeydi. Allah razı olsun. Ahirki bir noktamdı. Yukarıda takvadarlık, yaxşı amellerini köp kılışınki ahmiyeti hakkında muhtemel ötler. Şunda adamı yani sizinki hem de bizim kayındaşlarımızda Ramazan'ın ki kapkagan küllerini kandak ötküzüş bu faziletli küllerini qanday ahamiyat berish haqida ya qanday yaxshi ishlarni qilish haqida o'zlarining bir alohida tavsiyalari bo'lsa buni qilsalar shuning bilan tugatsak. Birinchi o'lab alohida diqqat qilish masala biz hammamiz o'yga solandik masjidlarga chiqqan ma'vatimiz buningdan qat'iy ko'nglimiz yerim bo'lsa bo'lmaydi. Bu shundoq uylarda sulinib uylarda namoz o'qib qilishning o'zi xuddi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda bizga alohida bayon qilgan bir hadisdagi buyrug'ining yo so'zininki hikmati bugungi kunda oshkor bo'lgandek tuyulyapti. O qaysi desa Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura degan. Yani, ilgirki payg'ambarlar unda qilinmagan, ilgirki payg'ambarlarning ibodat qilgan joylari maxsus belgilangan. Bana shu desa, bana zimin masjid qilindi va pak qilindi. Yani suv yo'q yerda tayammum qilib namoz o'qiy olmaymiz. Masjid chiqmagan vaqtda na'nincho namoz o'qisak Allah bunu mescid qabul qilganda çok. Bu vaqtda Allohning ne'matiga shukr qilishimiz kerak ekan. Mana bu Allohning katta bir ne'mati. Shuning uchun biz qat'iy masjid chiqanmidik yoki uyda o'qib qoldik namozini deb ko'nglimizni yerim qilmay, islomning ne kadar ulug'ligi, ne kadar kattaligi, bu insonningki menfaat uchun, musulmonning menfaati uchun ne kadar güzel din ekanligini tushunsak bu orqali. Yani Peygamberimizden mescid men uchun
Zimin men için mescid kılındı ve pak kılındı diyen sözü hemimiz bir oylanışka alahide bugün günde yüzümüzden hayatımızda bir teselli tepiş, teskin tepişka muş hadisin çoğu unutmasak vurulur. Bu birinci nokta. Ben diyeceğim ibadetlerimiz katli susuzlaşıp kalmasın demekçe. Yani biz çıksak namazın cahil okuyup hem öyle oğan diken da tepkitile hem de belki sel karmayla. Öyle okusak mı Allah subhanahu ve taala biz özürlük bu kağaçka kuddi mescid oğandak inşallah ecrini mükafatını çok Allah verdi. Bu birinci. İkinci olarak önden bugün biz yanıla özara birsimizge adette nurgun karındaşlarımız özara iftar verirdi, miman kütüvarıdı, miman kılıdı, muşundak ahvallah batı. O işini kılanmadık önden. Lekin muş Ramazan'dan biz en çok aldığın paydanan bir nima odiyse Peygamberimiz aşına süpetligen kâne ecvedun nâsi bil hayril mursala, bir rihil mursala. Ramazan'da muşunda ay burandek bu gitti Resulullah pul hacleşti, infak kılışta diyen şuna bugün günlerde hiç kişinin iftar verenmegen, miman kılanmagan muşundak günde yanal ihtiyaçlık nurgun hacet igilleri aldığımız turuptu. Şunu özara birsimiz iyi ulaş hacet igillerine iqtisadi taraftan şu iftarlıkның kıymetini ulağı bir işinin üzere kuddi iftar kılganның savabı mükafatını inşallah Allah subhanahu ve taala bizge berdi. Şunun için muş infak meselesi gibi alahide köngül bölsek demekçi muş Ramazan'da. Duaga köngül bölsek bizning vatanimizniki. Elbette. Meselesi. Rahmat avalam Allah razı olsun. Bugünkü programı ahırlaştıraylı. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü sual ve cevap namlı programımız ahırlaştı. Yani tekrar görüşmekçe hammalarni Allah'a topşirdim. Hayırlı hoş aman olun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.